Hurmatli tomoshabinlar, molxonani cho'tga qilib, hamma yoqlarda zo'rlab qo'yganingiz bilan bitta nozik nuqtasi bor bu chorvada. Hozir men yo'lga chiqyapman, ilg'or drabelkalarini video obzoriga. Kimlardir ko'rib, u bu deyishi mumkin, lekin mana shu eng nozik nuqtasi. Mana bu tomon yozyovon, mana bu tomon uchuy. Mana bu yerda ilg'or. Bu ilg'or drabelkalarda xalq ichida ommalashib ketishini sababi birinchi siri nima? Sababi endi yaxshi narsa ishlatamiz. Motorni ham o'sha yaxshisidan qo'yamiz. O'sha bir so'mdan qochmasdan qo'yamiz. Yaxshi ishlasin deb. Ertaga masalan, siz olsangiz, birorta qarindoshingizga taksiya qilishingiz mumkin. O'shaning uchun biz o'sha yaxshisidan qo'yamiz. Qo'lari ham bor. Bu qalinida hozir. Qarang, men mana 120 ming so'mga bir lab olib kelibdi akalar. Misol silosga somon qo'shib bergani, misol somonni qimmat deb turgan akalarimizga qarang, 120 ming so'mga bir lab tashak. Sizga o'zi farqi bilinyapti mana, qarang. Buni ko'ring, buni ko'ring. Silosga bemalol qo'shib beraveradi. Hozir qo'yani sezoni hozir emas, quruq qo'yani sezonida chiqarib beradi. Hozir qarang, men buni bitta mol yesa, men bundan hozir nushqtam chiqarmaydi. Endi men buni gapirmasa ham bo'laveradi. Qo'yganingiz bilan bitta nozik nuqtasi bor bu chorvada. Agar mabodo shunga e'tibor qilmasangiz, siz shu uncha qilgan sharoitlar, shu uncha qilingan sarfarajatlar havoga tushishi mumkin. Assalomu alaykum, Abroriz kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Hurmatli tomoshabinlar, ashaddiy obunachilarimiz uchun bir chiroyli video qilib beraman. Qo'limizdan kelgancha. Mana buni ko'ryapsizlar. Bu bir 10 yil oldingi yoki 5 yil oldingi tizim. Idishga solib, suvni ochib qo'yib uyutib, mollarga ustiga kepagilar bergandan ko'ra hozirgi rivojlanish ko'payib ketdi. Ratsionda tavsiya qilyapmiz obunachilarga. Somon, silos aralashmasini chiroyli qilib aralashtirib berib, mollarga bersangiz, o'sha 1,5 yilda qiladigan effektni 1 yilga borib bormay qiladi. Va hurmatli tomoshabinlar, ham cho'ntakka ham rasxodga kam chiqim qilasiz. Hurmatli do'stlar, hozir men yo'lga chiqyapman, ilg'or drabelkalarini video obzoriga. Kimlardir ko'rib, u bu deyishi mumkin, lekin mana shu eng nozik nuqtasi. Misol uchun akalar, bu drabelkani turi ko'p. Har kanalda har kuni chiqadi. Lekin men iminni o'zimni bilgan obunachilar uchun ilg'or drabelkasini tavsiya qilishimning sababi bu har tomonlama ko'rib chiqilgan, o'zini mutaxassislar qilgan. Biz har kuni mana shu narsaga o'zimizda ishimiz tushadi. Mana shu holatda misol uchun chiqarib turib, buni eng maydasida silosga qo'shib beramiz. Xudo xolasa mana drabelkani sehiga boramiz. Ishqibozlarimiz bugun ko'rib baho berasizlar. Yengil narxdan xudo xolasa Abroriz nomidan chiqsalaring kelishtirib berishadi. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, yetib keldim ilg'orga. Mana bu tomon yozyovon, mana bu tomon uchuy. Mana bu yerda ilg'or. Silosga qo'shib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar ko'p kutilmasdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalom Habibulloh, yana bir bor. Qalaysiz aka? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz o'zingiz? Qarang, ilg'or drabelkalarini ham xo'jayinlardan bittasisiz, ham eng faol ishchilardan bittasisiz. Sizga bir savolim bor ekan, videoning boshida. Bu ilg'or drabelkalarda xalq ichida ommalashib ketishini sababi birinchi siri nima? Sababi endi yaxshi narsa ishlatamiz. Motorni ham o'sha yaxshisidan qo'yamiz. O'sha bir so'mdan qochmasdan qo'yamiz. Yaxshi ishlasin deb. Ertaga masalan, siz olsangiz, birorta qarindoshingizga taksiya qilishingiz mumkin. O'shaning uchun biz o'sha yaxshisidan qo'yamiz. Uchta narsadan qochiladi. Mana uni pichoqlarni ko'rsangiz ham qalindan ishlatganmiz. Buni yupqalari ham bor. Bu qalinida hozir. Bu ham o'sha qalin segmentdan. Qalin. Pichoqlarni ham yaxshisidan ishlatamiz, hamma narsani. Hurmatli tomoshabinlar, videoni boshida aytib o'tib ketaman, hali arzon narsaga hech qachon shoshilishni tavsiya qilmayman. Nimaga deng? Arzon bo'lgandan keyin o'sha materialdan qisiladi. Hammaning tirikchilik. Arzonlashgan sari yuqoraveradi. Endi misol uchun uni
Bu drabilka arzon narsa ham emas-da. Har bir oyda, 2 oyda, 3 oyda almashtiriladigan narsa emas. Dashi buni bitta olgan odam kamida 5 yil o'yin ishlashi 5 yil kerak. ishlatadi indamay. Kamida, to'g'rimi? Ha, ishlataveradi endi. Nima bo'lyapti ilg'or drabilkalarida, sexida? Qanaqa ilg'orda yangiliklar? Yangiliklar mana mis motor qo'shib qo'ydik bu arzon apparatlarimizga. Aha. Mis motorligidan qo'shib qo'ydik, pichoqlarni ko'paytirib qo'ydik keyin. Aha. Ko'pchilik shunaqa pichog'i ko'pidan zo'ray turadi. Aha. Pichog'i ko'p ham bularda. Hozir bunda 18 ta pichog'i bor buni. Qo'shib qo'ydik, ko'paytirib. Menga qaysidan jo'natgansiz? Sizga jo'natganmiz mana mis motorda eng yaxshisi, eng ko'p sotilib turgan apparatlarimizdan biri. Mana shundan jo'natgansiz? Shundan jo'natganmiz sizga. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, ammo aka to'g'risi gapni ochig'ini aytish kerak. Bundan ilgari bir akamiz uslugaga 5000 so'mdan drabilka eskali zavod fabrikasidan berardi. Bitta chiqarganda 50 ta chiqarardik. Ujik 250 ming Foydada. 250 ming bir oyda aka har hafta misol uchun basu kamida 700 ming pulda ekonom qildi bir oyda. O'zimiz chiqaryapmiz. O'zimiz chiqaryapmiz. Xohlagan paytimiz chiqarib, uni kutib o'tirmaymiz. U 5 minglikda ham o'zimiz chiqarardik. Uni prosta mahsulotini ishlatardik-da. Arendaga. Arenda. Mana bular nima deyapti bular? Bu yoqqa atalar qozonlar qo'shib qo'ydik. Atrofon garilka. Hozir o'zini holatida turibdi bular. Shular trendga chiqib ketdimi aka? Ha, zo'r Gazdan qo'shingchi. Sigir boqadiganlar hozir shundan qilishyapti. Hozir bu 10 ta skorlik Abdulla. Aha. Ha, ko'proq bundan buyog'iga suvni isitib beraman desalaringiz ham yoki ertalab berib idishlar, ha. Ertalab sovuq suv berib, tomog'ini ortib qo'ymasdan molni. Bu necha litr eltadi? Bu 250 litr. 250 litr eltadi. Eng kattasi necha pul buni? Bu ketaveradi, 500 gacha qilib beraveramiz. 500 litrgacha. Undan katta ham qilib beraveramiz u. Ha. Zakasiga qarab, hozir o'rtacha 500 gacha olishyapti-da. 500 litrgacha. Bularni necha puldan boshlanadi narxi? Narxi 800 mingdan boshlab ketaveradi zakasiga. Mana shu ko'rib turganimiz necha pul? Bu gayrilkamiz 1 million so'm. Mana shu turish komplet. 1 million 1 million 850 mingda bu. Yetib borish narxi. Yo'q, endi dastlabkiga qo'shilib qoladi, endi joyiga qarab. Shu joyda turgandan 1 million 850 ming. Garilka idishi bor, motorlari ham o'sha nimasidanda 10 ta skorligidan bu. Tok pasjeylarda ham u o'ynamaydi, bir xilda. O'ynamaydi, ha? Gap yo'q. 1 million 850 ming ekan. Garilkalar ko'p so'ray turganda, hali molda ozgina suv isitib beraman yoki ertalab qilib beraman degan akalarimizga ham ko'raylar. Misol, har kuni tagiga tezak yoqaverganda bunda ham tezak yoqsa bo'ladi hozir. Ustiga yo'q, lekin buni hoka arzon tushadimi deyman-da. Hoka arzon tushadi. Arzon tushadi. Hashaklarni yoqqani ham zo'rda bu. Qo'yib turib zo'r yoqib, alanga qilib beradi, ustida yotmaydi. Bular eng arzoni necha pulgacha? Eng arzoni komplet 800 ming so'mda. Komplet. Komplektmi? 1 million 600 ming so'mda. 1 million 600 ming. Suv hajmi kichkinaroq. Shunaqa. Endi kichkina hamki 200 litrligida. 200 litrligi. Gap yo'q. 1 million 600 dan dashi agar sizga 500 litrliga zarar bo'lsa, komplet qilib beraverasiz. Zakasiga qarab 4 burchak desa 4 burchak. Endi bu yoqda apparatlarni hozir ishlatib ko'rsatib beraylikmi, Abdulla? Aka qarang, birinchi narxidan tanishib olaylik. Qarang, endi 2 ta 3 ta moli bor odamga sal kichkinaroq pul yengilroq ham bo'laveradi. Masalan, 10 ta, 20 ta. Masalan, men 20 ta molga mana bundan ishlatyapman. 20 ta. Endi zo'r. Lekin yetyapti. Yetkazib beraveradi endi. Misol 2 ta 3 ta yoki 40-50 ta mol boqadigan bo'lsa, o'ziga qarab tayyorlab beraverasiz. O'shanga qarab, mana buncha molim bor desa, o'shanga qarab tayyorlab berilaveradi. Eng arzoni necha pul chiqadi? 1 million 900 ming so'm chiqyapti hozir eng arzoni. Eng arzoni. Hozir undan tugab qoldi 1 million 900 likdan. Bu yerda bitta o'sha bitta eski ishlarni shuni ko'rsatib qo'yaylik. Akalar, dashi sizlar zakaz qilguncha bitta aka oyiga nechta drabilka bitadi? 400 ta atrofida bitadi hozir. 400 ga yaqin. 400 ga yaqin bitadi. Faqat O'zbekistonga sotilyaptimi? Tojikiston, Qirg'iziston ketyapti bu tomonlarga. O'tiga уже o'tish bor. O'tish boshlandi. Hech gap yo'q. O'z Tojikistonchadan bera oladi u. Ha. Mashisi 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm mash. 14 ta pichog'i bor buni. Ha. 14 ta pichoq. Motori 2,2 kilovat. Ha. Aytavering. Shu endi motori alyumin motka bo'ladi, 2,2 kilovat bo'ladi. Pastoklarda ham ishlaveradi bu. 1 million 900 ming. 1 million 900 ming. Garantiyasi qancha? 1 oy garantiyasi bor bularda ham. Hammasini. Hammasiga garantiyasi bor. Endi akalar 1 oy garantiya degani 1 oydan keyin o'chib qoladi degani emas. Lekin o'zi qimmat narsa olsangiz ham 3 kun yoki chiqib ketgandan garantiya bermaydi. 1 yil garantiya bermayapti, 1 oy garantiya bermayapti hozir.
Shunaqa. Bular apparatlarimiz narxi. Bular 2 million 200 ming so'm joyimizdagi narxi. 3 million 300. 2 million 200 bular. Ha, 2 million 200. 2 million 200 dan bular. Aha. O'sha 14 ta pichoqli. Aha. Mis motorligi bor keyin. 18 ta pichoqli bunimiz. Bunimiz dastavkasi bilan 2 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Gap, alyumin bilan misning farqi nimada? Endi alyumin pastoklarda yaxshi ishlaydi, mis balandroqlikda yaxshi ishlaydi. Menga mis jo'natgansiz alyuminmi? Sizga mis jo'natganmiz. Mis. Qarang, men bugun ko'rdim 235 ekan tokni hajmi. Normalmi yo balandmi? Yo'q, yaxshi shu. 100 230 normalda. Gap yo'q. 220 da 200 da ham ishlayveradi bu. Ha. 190 gacha ishlaydi. Undan pastga ishlamaydi. Undan pastga motor qiynaladi-da, Ha. оборотda ketadi. Hurmatli do'stlar, alyumin yoki mis deganda mis kuchli, alyumin past degani emas. Uni o'zini o'rni bor. Misda joyi mis, alyuminda o'rni alyumin. Misol uchun alyuminda ishini mis qila olmaydi kerak bo'lsa. Endi shunaqa, mis endi qizishi kamroq bo'ladi, alyuminga nisbatan Aha. sekinroq qiziydi bu. To'ppa-to'g'ri. Uzoqroq vaqt ishlasa bo'ladi. Bular 2 million 200 bular joyimizdagi narxi. 2 million 200 ming. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, Endi dastavkasiga joyiga qarab qo'shilib qoladi-da. pichog'i nechta bo'ladi aka? Pichoq 14 talik buniki. 14 talik. Narigi mislaki 18 ta. Bu ham bir xil. Akalar, sizlar mana bu ko'rib turgan o'zi xalqam bilib qoldi. Ko'rib turgan drabilkalaring mana shu hozir bitta, ikkita, uchta, 4 xil setka turibdi mana. Lekin o'sha 4ini setkasida bittasiga joylab berishadi. Xolaganingizda ishlataverasiz. Xolasangiz don, xolasangiz makka, xolasangiz qarang. Mana buni 120 ming so'mga bir labi olib kelibdi akalar. Misol silosga somon qo'shib bergani, misol somonni qimmat deb turgan akalarimizga qarang, 120 ming so'mga bir labi hashak. 30 bo chiqadi-da. Ha, mana shuni ham lekin silosga qo'shib bersa bo'laveradi. Misol uchun qanaqasiga bu deyishingiz mumkin, lekin bu ancha zaharni oladi nimani? Hozir chiqarib beramizmi? Chiqarib beramiz, ketdik. Hozir 2 million 200 likda chiqarib beraylik bunda. 2 million 200 ming so'mlikda chiqarib beramiz. Hurmatli do'stlar, dastavkasi bormi, yo'qmi? Dastavka qilib beramiz. Dastavka bor. Hurmatli do'stlar, Ilg'orimizni o'zini shaxsiy YouTube va Instagram kanallari ham bor. Bemalol agar sizlarni qiziqtirgan savollarga bor. Javob topiladi. Bir bog'dan sot. Yana chiqaravering. Yo'q, bo'ldi. Buni narigilardan chiqarib beramiz. Ha. Maydasidan bitta chiqarib beray. Ularga ham qolsin deysiz-da. Ha, mana maydadan bitta chiqarib beray. Mana qarang. Akalar, men bizda farqini aytyaptim. Mana bu katta setkadan mana shunaqa chiqdi. Hozir men bunda ko'rsatib beradi. Sal nisbatan qo'yboproq va maydasi, eng mayda setkasi bu. Qo'yda og'zi kichkinaligi uchun sal maydaroq holatda mana buni ko'rsatadi akalar. Habibullah, aka, o'sha farqi bilinyapti mana, qarang. Buni ko'ring. Silosga bemalol qo'shib beraveradi. Hozir qo'yan sezoni, hozir emas, quruq qo'yani sezonida chiqarib beradi. Hozir qaraylik, men buni bitta mol yesa, men bundan hozir nushqtam chiqarmaydi. Endi men buni gapirmasa ham bo'laveradi. To'g'rimi? Silosga qo'shib bersa zo'r-ku, effekt. Maydaligini qarang buni. Atxot chiqmaydi-da bundan. Qanchalar chiqarib bo'lsa, desa, bir deguncha deydi. Bir bog'da ko'rdingiz hozir. Gap. Xo'p, pastda. Bular 2 million 200 ming so'mligi. Motori nima dedingiz? Motori 3 kilovat bo'ladi buning motori. 3000 оборот. Alyumin motka bo'ladi bular. Alyumin. Shuni misligi qaysi? Misligi mana bularda. Mana bu ikkalasi. Ha, o'sha. Ikkalasi misligi bular. Necha pul turadi bular? Bu 2 million 700 ming dastavkasi ichida bo'ladi buni. 2 million 500 ming so'm farq qiladi. Dastavkasi bilan-da bu mana bez dastavka etdik-da joyimizdagi narxi. Ha. Bu ham endi 2 million 450 atrofida yetib boradi, Dastavka bo'ladigan bo'lsa. Ha, dastavka bo'ladigan bo'lsa. Mana buni bez dastavka necha pul? Bez dastavka 2 million 400 qilib beramiz-da buni. 2 million 400. Joyimizdagi narxi. Ha, xo'p, 2 million 700 ga 2 million 450 ming. Shunaqa. Dastavkasi ichida bo'lgan narxi. Dastavkasi ichida. Gap yo'q.
Hurmatli do'stlar, mana endi o'sha o'zimizga jo'natgan o'sha misligini ishlatib beramiz. Bu ham ishlatib beramizmi? Ishlatib ko'rsatib beramiz buni ham. Yo'q, yo'q. Akalar bu yerda 10 dan ziyod insonlar bor. Misol vahima qilib 70 ta odam ishlaydi, 100 ta odam ishlaydi degan hali yaxshi ko'rinish uchun ish bo'lmaydi. 10 ga yaqin ukalarimiz, akalarimiz mana shu yerda halol pokdan mehnatini qilyapti. Ularni ham Habibulloh somon bilan poya chiqaramiz. sasi bor ilg'or rivojlanishiga. Somon chiqaramiz-a? Somon ham chiqaramiz hozir. Mana, nima do'stlar? Qaraymiz. Ovoz qara. Hurmatli do'stlar, haqiqiy o'sha somonga, silosga qo'shadigan holat shu. Biz o'zimiz ham shundan chiqaryapmiz, bu aka. Yirigida bu. Yirigi va bu? Ha, yirik mol bob setkasi bu. Nisbatan. Mana buni ham ishlatamizmi? Buni ham ishlatib beramiz hozir. Mayda setkasi bor bunda. Poya chiqarib beraymi Abdulla? Buni tishi nechta edi? 18 ta pichog'i bor buni. 18 ta pichog'i bor. Hurmatli do'stlar, bunda ham somonni ko'rib qo'yamiz aka. Hozir. Somondan ham avval somon ham tashlab beraman. Ha, bo'ladi, zo'r. Birinchi somon tashlang. Ha, makkazni tashlaymiz. Bog'i buni. Akalar, bunisi katta chiqarar ekan, bunisi kichkina chiqarar ekanda emas. Setkasida bor xolos farqi. Mana bir xil o'zi. Bo'lmasa boshqa yog'i bir xil. Nechta setka qo'shib berasiz? 4 ta setga qo'shib beramiz buni. 4 ta. Qarang, kattaroq, o'rtali, keyin don bo'lib o'tib ketadi. Ikkita donga 2 xil o'tga bo'ladi-da. Ikkita donga 2 ta o'tga. Gap so'z yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib baho beraverasizlar. Endi qarang, bularni ko'rsatdik. Mana bunga qancha o'tamiz? Hozir bu bitta don chiqarib bermaylik. Tabashida makkani Bo'lardi, zo'r bo'lardi. Qarang, hurmatli do'stlar, endi qarang mashinalarning donli variantini ko'ramiz. Don. Deylik, sizda mana bunaqa makka johori bor. Agar atala qilib bermoqchimisiz? Makkani ko'ryapsiz. Mardagi bilan chiqaradi, o'rtadagi mardagi ham baraka qiladi. Buni qani men tashay ekan? Tashlaydi. Qochib oldi. O'rtadagi mardagi yo'qolib ketadi-da, shunda to'g'rimi? Ha, uncha ichida qoladi lekin hali. Nima bo'lmaydiganlari bor-da, chiqmaydigani. Aha. O'shasi Buni hozir o'sha elangan holatga yaqinlashib qoldi-da, to'g'rimi? shunaqa. Barakasini bersin. Qarang, buni chiqargan shunday atala qozonga tashlaysiz. Qaynatsa bo'ldi, qaynoq suvga. Bo'ldi, bitaveradi. Qaysi qoldi endi aka? Endi mana shu apparatlar qoldi-da. Bular nech pul tushyapti? Bular 3 million 300 ming so'mda dastavkasi ichida bo'ladi buni. Respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab. Qarang, buni o'tadigan joyi bormi yo'qmi? Endi bu yerdan olib ketganlarga o'tib beramiz. Masofaga qarab bo'lyapti. Masofaga qarabda endi. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, yaqinda Xudo xolasa Buxorodan bir akamiz keladigan aka. Buxorodan kelib, komplet molxonamga bitta mamindan oxir hammasini komplet qilib olib berasang boraman degan. Xudo xolasa inshaalloh
Buxoroga ham o'zimdan ham ko'p boryapti, akamni ham ishini bitirib berasiz. Bo'ldi, xudo xolasa kelsa bitirib beramiz. Gap yo'q. Bularni nima qilib beramiz? Yurgizamiz. Endi hozir bunda ham bitta poya chiqarib beraylik, bunda ham. Poya chiqaramiz. Qulayligini bitta ko'rib qo'yingmi? Ha, buni qulaylik tomonlari akalar, yonboshlasangiz ham, chaqsangiz ham bo'ladi. Oh. Mana uni 1 2 Arqon ko'rmazami? Bir degan yo'q-da. Bir deganda yo'q. Elimda somon chiqarib beraman, Abdulla. O'chirmang, somonni chiqarib yuboring. Sekin to'g'ri. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turibsizlar, videoni pauza qilganim yo'q. Aka, qarang, mana siz bitta ochib ko'rsatib berasiz hozir. Akalar hali pichog'ini buni almashtirish ish emas, ustaga ko'rsatib kelib, ochib ko'rsataman degan narsa yo'q. Qarang. Pichog'ini almashtirish ham 1 sekundlik ish. Akalar, to'xtavosini buni daji misol bir kishi ko'tarolmasa, o'sha oyoqchalarini ham qo'yib qo'ygan bu ildirashlar. Balonlar yetalab bemalol yo'qdan yoqqa yengil yurgizsa bo'ladi. Xudo xolasa. Mana akalar o'sha o'ta yengilligini hisobiga bir pasda to'xtab qolmaydi. Balansировкалari yo'q. Mana bunday ochib qo'ya qoling. Shu tayyorni ochib qo'ya qoling. Mana ochilishini ham ko'rsatib qo'ying. Mana mana shu holatda deganda oladi. Shuni ochadi bo'ldi. Ichi to'la pichoq, mana setkalarni shunday qilsa chiqadi o'zi. 5 setka olsa qanaqa chiqadi? Sal yirikroq chiqaradi undan. Bag'riga odam sal yirikroq beradi, mayda bermasdan. Aha. Bo'ldi, pichoqni qo'yish 1 sekundlik ish akalar. Shuni qiladi, mana pichoqni qo'yib, mana o'rtadagi nimasi bor, shunga qarab kirgizib qo'yishsa mana. Aha, to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi hozir. Yopilishi. Shuni qo'yasiz, hal. Bo'ldi, tayyor. Mayda o'zi hurmatli do'stlar, to'k ko'rsatkichlargacha bor. Buni misol uchun sizlarga nima desam bo'ladi? Bu mis motorligi eng pasti 190 dan past bo'lmash kerak. Ha, 190 dan past bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Bu qarang, past bo'lsa yaxshi ishlamaydi. Baland to'p ketsa ham shunaqa. Baland to'p ketsa 240 volt ketsa ishlaveradi. 240 dan o'tib ketsa-chi? 240 dan o'tib ketsa ishlatmagan ma'qul. Akalar shunisiga ham qarab turasizlar. 240 dan o'tib ketganda ishlatmay turasizlar. Ma'lum bir muddatga tushadi. Men 190 dan past bo'ladigan bo'lsa, ozgina ishlatmay turganlar. Aylanishi ham kuchayib ketadi buni. Ha, oborotlari katta bo'lib ketadi. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, davom etamiz. Nima qilamiz endi aka? Endi nima qilib beraylik? Mayda nimada chiqarib beraylikmi setkada? Dommi, makkami? Yo'q, menimcha bularni ko'rsatdik aka. Keyin mana obunachilar ko'p so'rayapti. Pechkani ham so'radik. Pechkani aksiya qildik buni. 800 mingdan sotilayotib turadi bu pechkalar o'zi. Nech pul beryapsiz? Hozir 700 mingdan beryapmiz buni. Gap yo'q, bo'ldi akalar, plitani o'chiringlar mana. Mana polkalari bor. Keyin 25 ga 25 razmeri. Siqqina yotasiz. Ko'ryapsiz, orqasida choki yo'q. Ha, qirra yo'q. Qirrasi yo'q. Bu pechkamizda ishlangan materiali past 208 bo'ladi materiali, tepasi 2 lista bo'ladi. Bu muddat uzoq ushlab turadi, masalanmi? 7 kilo ko'mir bilan 12 soat yonadi-da. 7 kilo ko'mir bilan. O'zida hurmatli tomoshabinlar, misol shomdan hisob qo'ysa, o'sha ertalabgacha yetadi. Ertalabgacha yetadi. Gap, 7 kilo yetadi o'zi o'sha. Ha, yetadi. Undan ko'p ham sig'adi. Ko'p ham sig'adi. Sig'dirsa, tepagacha solib qo'ysa ham yanaveradi. Suv qarang qaynashga kelib qolgan o'zi. Hurmatli do'stlar, mana ilg'origa kelsam o'zim ham yayrab olaman-da. Bu yerda gap ekan deb hamma gapni gapiriladi. O'sha bir marta solgan ko'mirimizda isbot o'zi. Gap. Hech qancha ko'mir solinmadi bunga o'zi. Qarang. To'la ko'mirda, to'la suvda. Aha. Masalan, simidan deydi, to'ldirish uchun necha kilo ko'mir rasot qiladi? Bunga bir 10 kilo atrofida rasot qilib qo'yadi. 10 kilo yoqsa o'sha qaynaydi. Qaynaydi. Qaynatib olsa bo'ladi. 10 kilo yoqsa o'sha qaynaydi, hurmatli tomoshabinlar. Gap yo'q, kelasizlar, ko'rasizlar, yog' solasizlar. Lekin akalar, men o'zi ko'pchilik kuzatadi. Ilg'orni ko'rsataman, chunki men oldin boshqa joylarga borib pantam yeganlarim bo'lganda biror marta mononda bo'ldi degan gap eshitmaganman. Keyin
Birovga bizdan tavsiya qilib rahmat eshitish boshqada, sen to'raga olib bo'lmadi degandan ko'ra. Mana bag'da bolalar ishlashyapti. Bag'da pechka ham to'xtagan yo'q, drabilkalar ham hammasi bu yerda pichoqlar, tayyor bo'lgan pichoqlar. Akalar mana bunaqa mahaviklar mana shu yerda mashina Jiguli emas-kuchlar mahavidan bo'ladi-da. Gap yo'q. Eski SSRda buyumlardan, mana. Uje aka 400 ga yaqin chiqib ketyaptimi? Oyiga 400 ga yaqin chiqadi. 400 ga yaqin chiqyapti. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, xullas aloqaga chiqinglar. Misol uchun birovga yomon narsani tavsiya qilmaymiz. Mana o'sha motorni ham akalar eng brend firmalardagi bor. Ariol bor, yana qaysini ishlatasiz? Titan bor. Titan. Ikkovidan qaysi biri zo'r? Endi Ariol misli uchun yaxshi ham. Titan ham masalan yomon emas. Og'irligi lekin Arioldan og'ir nimasi kilogrammi. Gap yo'q. Korpusi ham kattaroq uni. Hurmatli do'stlar, kelaverasizlar. Videomizni chekkacha ko'rib, qo'llab turgan ekan. Mana aytib ketmoqmiz. Uni alyumin motorlisi bor buni. Ana qimmat, 3 million 300 likda. Ha. Ular 3 million 100 bo'ladi. Motori alyumin modga bo'ladi. Titan motor qo'yiladi. Bunga 4 kilovat. Xuddi shunga. Aha. 3 million 100 ming so'm bo'ladi. O'zi buni komplekt qilib qo'yishsa, men buni akalar, men pushkaligini eng ilg'ordim yuragi mana shu. Buni 3 million 300 ligi, 3 million 100 ligi bor. Alyuminmis. Chiqarishi bir xil kelasi. Ha, men buni akalar 2 million 200 ming va 2 million 450 ming so'mligi bor. Shu yerda olib ketadigan narx bo'lsa. O'zi komplekt-da endi ko'p so'raganlar bo'lyapti. O'sha bitta ikkita mol boqadigan akalarimizga tavsiya qilyapmiz. Ustidan zakaz qilganlaricha o'sha yerda bityapti. Balki video chiqqandan keyin 2 soatdan keyin bitar. Men bundan so'ragan ko'p. Bor. Bu ham ancha bor, sotilib ketdi ko'p. Ko'p sotilib ketyapti. Hurmatli do'stlar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa hammalaringda, xonadonlaringda, chorvalaringda Alloh baraka bersin. Kuzga vaqtlarga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Nurullo aka, sizga ham rahmat. Salomat bo'lasiz. Rahmat sizga ham. Qo'llab-quvvatlab turibsizlar.